Men savolim oliy ta'lim, fan va innovatsiyalar vazirligi vakiliga bo'ladi. Mana yuqorida hozir ta'kidlab o'tildi, global innovatsiyalar indeksi bilan bog'liq kamchiliklar ham aytib o'tildi. Xususan mana shu indekslarni 23 ta indikatorida O'zbekiston o'rni mana pasayib ketganligini ko'rish mumkin. Mana shu borada mana shu raqamlar meni e'tiborimni ham tortdi. Shu bo'yicha mana masalan ko'radigan bo'lsak, o'rta ta'limda o'quvchi hamda o'qituvchiga nisbatan indikator bo'yicha 34-pog'onaga pastlaganmiz. Axborot texnologiyalari, mana axborot kommunikatsiya texnologiyalaridan foydalanish indikatorida esa 14 pog'onaga pastlaganmiz. Ayrim indikatorlar bo'yicha umuman quyi o'rinlardamiz. Masalan, ilmiy texnik maqolalar indikatori bo'yicha 116-o'rindamiz. Hamda mana H indeksi bo'yicha ham havola qilinadigan maqolalar indikatorida esa 111-o'rinda turibmiz. Shu borada mana vazirlik buni qanday nima bilan izohlab beradi ekan? Hamda umuman mazkur masala tanqidiy bir tahlil qilinganmi yoki bo'lmasa mana shu qanday bu bo'yicha aniq chora-tadbirlar belgilanganmi? Shular bo'yicha fikrlarni bilmoqchi edim. Rahmat, oldindan javob uchun. Marhamat, Otabek Muxtorich kelganmilar oliy ta'limda. Assalomu alaykum. Hurmatli Tanzila Kamolova, hurmatli senat a'zolari. Haqiqatan ham global innovatsiya indeksida o'tgan yilgi ko'rsatkichlarda bir o'rin pasaygan. Yuqorida ma'ruzachilar tomonidan ham alohida ta'kidlandi, 78 ta subindikator bo'yicha 40 ta indikatorda pog'onalar yaxshilangan, 13 tasida o'zgarish qoldirilgan, lekin 23 tasida pasayish qayd etilgan. Va ikkita ma'lumot aks ettirilmagan. Biz bu ko'rsatkichlarni har birini chuqur tahlil qilib chiqdik. Shu bilan birga yuqorida ham qayd etildi, Tanzila Kamolova o'zingiz raisligingizda kengash o'tkazilganda 17-yanvar kuni aynan shu ko'rsatkichlar bo'yicha alohida chora-tadbirlar dasturi ham belgilab berilgan, vazirlik idoralariga tegishli topshiriqlar ham berilgandi. Buni keyin o'zimizni sohadagi olimlarni ham chaqirib chuqur tahlil qildik. Yuqorida qayd etilgan 4 ta ko'rsatkich bo'yicha ham qisqacha axborot berib o'tmoqchiman. Masalan, o'rta ta'limda o'quvchi va o'qituvchi nisbati subindikatori bo'yicha albatta bu 23-yilga nisbatan biz ijobiy natijalarga erishganmiz va 9.8 bo'lgan bahodan 13.1 ga o'zgargan. AKT dan foydalanish subindikatorida ham xuddi shu 74.2 dan 74.5 ga o'zgargan, lekin ikkala ko'rsatkich subindikatori pog'onasida keskin pasayish paydo bo'lgan. Buni tahlilini qildik. Bu yo'nalishlarda boshqa mamlakatlarning ko'rsatkichlari bunga nisbatan keskin ravishda oshganligi sababli bizning pog'onalarimiz yo'qolgan va oxirgi so'nggi etilgan ikkita subindikator bu ilmiy texnik maqolalar va Hirsch indeksi bo'yicha havola qilinadigan maqolalar bo'yicha garchi pog'onada o'rnimiz o'sgan bo'lsa-da, masalan 117-o'rindan 116-o'ringa yoki 115-o'rindan 111-o'ringa o'zgargan bo'lsa-da, lekin hozirgacha bu ko'rsatkichlar juda past hisoblanadi va bu yo'nalishdagi ishlarimizni ham tahlil qildik. 23-yilga nisbatan 2024-yilda Web of Science Scopus ilmiy texnik ma'lumotlar bazasida indekslangan jurnallarda chop etilgan maqolalar ham qariyb 36% ga oshgan. Ya'ni 2320 tadan 3187 taga oshgan. Lekin bu ham bugungi kunda hozir bu reytinglarda munosib o'rinlarni egallashimiz uchun kamlik qilyapti. Albatta yana bir salbiy ta'sir ko'rsatgan omil sifatida bizni global innovatsion indeksimizda ijobiy o'rinlarda egallagan ko'rsatkichlarimiz o'zgargan va umuman olganda reytingni hisoblash metodikasi ham biroz o'zgargan. Masalan, ekologiya ko'rsatkichi bo'yicha biz 23-yilda 79-o'rinni egallagan bo'lsak, buning o'rniga kirgan kam uglerodli energiya iste'moli 116-o'rin bilan o'zgargan. Shu bilan birgalikda ishdan bo'shash bilan bog'liq xarajatlar 2023-yilda 73-o'rinni egallagan bo'lsak, buni o'rniga kirgan yangi subkomponent davlat va sanoat tadqiqotlarining birgalikdagi nashrlari 91-o'rin bilan baholangan. Umuman olganda bu past ko'rsatkichga ega bo'lgan va umuman 12 ta yo'nalish bo'yicha ball kamroq kiritilgan yo'nalishlar bo'yicha alohida chora-tadbirlar belgilangan. Shu jumladan Tanzila Kamolova o'zingizdan xabaringiz bor, muhtaram prezidentimiz rahbarligida muhandis kadrlarni tayyorlash bo'yicha ham alohida
farmon, qarorlar qabul qilingan. Shu jumladan bu yilning o'zida mamlakatimizda 7 ta har bir hududda 7 ta texnika yo'nalishidagi muhandis kadrlarni tayyorlaydigan alohida yirik ordiygohlar tashkil etildi. Shu bilan birgalikda bu yilning o'zida o'sha noshirlik faoliyatini, ilmiy texnik maqolalarni, Hirsch indekslangan maqolalar nashrini ko'paytirish maqsadida vazirligimiz tomonidan xorijiy mamlakatlar bilan qo'shma ilmiy loyihalar tanlovlari ham e'lon qilindi va kengaydi. Shu jumladan Rossiya, Xitoy, Italiya, Belarus kabi mamlakatlar bilan qo'shma ilmiy loyihalar e'lon qilindi. Shu bilan birgalikda qo'shimcha ravishda Innovatsion rivojlanish agentligi tomonidan joriy yil aprel oyida aynan shu indekslarda subkomponentlarida ko'rsatilgan ko'rsatkichlarni yaxshilash bo'yicha olimlarni kengroq jalb qilish maqsadida alohida tanlov ham e'lon qilingan va bu tanlov davomida olimlarni bu yo'nalishdagi o'sha muammolarni hal qilishda yechimlarni kutib qolamiz. Qisqacha axborotim shu. Yaxshi, Otabek Muxtarovich, o'sha xalqaro sizlarni yo'nalishinglar bo'yicha ishlaydigan xalqaro reyting agentliklari bilan sizlar aloqanglar o'rnatilganmi, yo'qmi? Xuddi shunday o'rnatilgan. O'rnatilgan-a? Uchrashuvlar, qanaqadir bir seminarlar yoki bir nimalar o'tkazib turasizlarmi ular bilan? 50 dan ortiq seminarlar o'tkazilgan. Mana kuni kecha ham o'sha xalqaro mualliflik huquq tashkilotining rahbariyati ham kelganda, ular bilan ham bu reyting masalalari bo'yicha muzokaralar o'tkazilgan. Chunki ular bilan ishlasanglar, natijalar yaxshi bo'ladi. Chunki sohada juda katta islohotlar bo'lyapti-ku baribir. Rahmat.